Assalomu alaykum aziz obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Bronza 708 ishqibozlari va qora shahzoda ishqibozlari. Bugun 4-5 kun bronza jo'jalarimiz yurishibdi. Videoni tashlashgan uyga ochib ko'paytiryapmiz. Ko'rgansizlar bronzalarimizni yiringligini, kattaligini. Bu videoni qilishdan maqsadim nima? Mana ko'p kishi savol beradi. Qanday boqiladi? Nima boqsa, qanday boqsa yaxshi katta bo'ladi? Mana bunday joy qilingan, yaxshi yasaganda ekancha qilib burilib, deydi, lampochka qo'yib latta tashlaysiz. Ha, 4 kun 5 kun almashlasa bo'ladi. Keyin o'zini shu startga yemiran beramiz. 3 kun o'tgandan keyin bularga mana axlatni ma'rif olasiz yo'qmi yeydi. Suv ichadiganlar qarang, qanday qilib qo'yganman. Chunki botmasligi kerak ular. Suvga botib ko'l bo'lib qolsa, hovuz o'sib ketadi. Shunaqa idishlarda yasasa bo'ladi oson. O'sha axlatlarni yesa mikroblari ichiga tushadi, ko'p bosadi. Shuning uchun iloji boricha bularga Enroflox dorisidan vitaptikadan so'rasanglar beradi. Juda katta yaxshi natijasi bor, o'rnay katta bo'ladi. Iloji boricha 1 oy 40 kun mana shunaqa brodurga boqib, katta bo'lgandan keyin sayrga olib chiqsangiz, har xil tashqaridan keladigan kasallik, ko'chada yeydigan qo'rqmaslar, hasharotlar yuqmasligi yaxshi. Kattaroq bo'lgandan keyin mana bular birinchi partiya chiqqan tovuq jo'jalarimiz. Ularni chiqarib qo'yishga suvi toza bo'lishi kerak doim. Mana yemlari doim yonida bor. Keyin qo'shimchasiga o'sha tuxum qaynatib berish zarur. Kunlik jo'jalariga asosiy. Qatiqni ko'proq berish kerak, doim aytaman. Qatiqni ko'k piyoz beraverasizlar, yaxshi katta bo'ladi. Turka jo'jalari. Tovuq jo'jalari bularga nisbatan chaqqonroq, soni kattaroq bo'ladi. Ular yoshlik payti endi jo'jalar shular bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin baquvvat bo'ladi. Shuning uchun mana o'zim chet elda bo'lsam, shularni tomosha qilib, maza qilib dam olaman. Bu odamzodga baribir zavq bag'ishlaydi. Shuning uchun yoshlarimiz qiziqsa inkubator olib, ochtirib, yaxshi zotlardan uyingizga sharoit qilib qo'ysangiz, o'zingizga pul ishlasangiz ham bo'ladi. Bularning chiroyliligini qaranglar. Shu videolarni qo'yaman, ko'p tomosha qilib, menga yoqadi shu jo'jalarni boqish deydi. Shular iltimosga binoan videolar qo'yaman, o'rgataman, bilmaganlarimni o'rganaman. Telegram gruppamizga a'zo bo'linglar. Shuhrat Kelmay deb yozsanglar, kirilchada chiqadi. Bemalol maslahatlarni berib turishadi. Men ham javob beraman. Shuning uchun Telegram gruppamizga kiringlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Savollaringizni kommentariyada qoldiringlar, javob beraman. Obuna bo'lishni unutmang.